Milliy arxivda 1970 yillardagi maxfiy hujjat fizika qonunlariga zid keladigan vazifani ochib beradi. Bu apparatning parvozi emas, balki inson ongining fazoning sovuq vakuumiga sayohati edi. Sovuq urush avjida bo'lgan davrda Markaziy razvedka boshqarmasi masofadan ko'rishni qurollantirish maqsadida Yulduzlar darvozasi loyihasini boshladi. Ularning asosiy boyligi Ingoswan edi. Uning ongi bir zumda minglab kilometrlarni bosib o'tishi mumkin edi. 1973 yil aprel oyida Swanga u tanimagan koordinatalar to'plami berildi. U chuqur transga kirar ekan, u endi yerda emasligini angladi. U oyning kimsasiz uzoq tomoniga tikilib turardi. Ammo oynasi tasvirlagan olik tosh emas edi. Swan katta, shaffof minoralarni ko'rganini aytdi. Ular qora osmonga millargacha yetib boradigan me'moriy oynaga o'xshash inshootlar. U yaqinlashganda Swanning ta'riflari hayratdan qo'rquvga aylandi. Uning so'zlariga ko'ra, biologik mavjudotlar kraterlar soyasida ishlaydigan, ilg'or kon mashinalari bilan ishlaydigan insoniy figuralarni ko'rgan. Sessiyaning eng tashvishli qismi Swan to'satdan qo'rquvni his qilganida sodir bo'ldi. U subyektlar shunchaki u yerda emasligini tushundi. Ular uning ruhiy borligidan xabardor bo'lib, unga o'lchamlar bo'ylab qarashdi. Swan to'satdan sessiyani tugatdi. Ko'rinib turganidek silkinib, o'z boshqaruvchilariga ularning bazalari borligini aytdi. Markaziy razvedka boshqarmasi zudlik bilan stenogrammani tasniflab, hisobni 30 yildan ortiq vaqt davomida ko'mib tashladi. Skeptiklar Swanning vahiylarini gallyutsinatsiyalar deb rad etishadi. Lunar rekonnayssansiya orbiterdan olingan zamonaviy sun'iy yo'ldosh tasvirlari yaqinda ushbu aniq koordinatalarda anomal, yaltirab va geometrik shakllarni oldi. Ma'lumotlar hayratlanarli ehtimoli borligini ko'rsatadi. Bizning eng yaqin samoviy qo'shnimiz biz ishongandek tashlab ketilgan emas. Swan razvedka ma'lumotlarini yigishning yangi shaklining kashofi yoki biz tayyor bo'lmagan haqiqatning guvohi bo'lganmi? Iqtidorli aqlning mahsuli bo'ladimi yoki yashirin haqiqatga nazar tashlashmi? Oy jimgina guvoh bo'lib qoladi. Fayllar ochiq, koordinatalari ma'lum, lekin uzoq tarafdagi obyektlar soyada qoladi.